Bugungi video insoniyat tarixi haqida. Bu tarixning bosh qahramoni esa selitra. Bu selitra bir qarashda oddiy oq kristal, ammo inson tarixida uning o'rni juda katta. U sabab imperiyalar quladi, yangi imperiyalar paydo bo'ldi, shaharlar vayron bo'ldi, millionlab insonlar halok bo'ldi. Selitra faqat kimyoviy modda emas, u kimgadir boylik, rohat, farog'at olib keldi. Og'ir mehnat va qashshoqlik olib keldi. Bor budidan, sog'ligidan ayirdi. Ammo bu hikoyaning yana bir tomoni bor. Bir vaqtlar urushlar uchun kerak bo'lgan selitra keyinchalik insonlarni oziqlantirish uchun muhim rol o'ynadi. Selitra dunyo qishloq xo'jaligi tarixini o'zgartirdi. Xo'sh, aslida selitra nima? Xalq orasida selitra deb ataladigan moddalar kimyoda nitratlar deb ataladi. Ular azot kislotaning tuzlaridir. Meni xalq orasida selitra deb atashadi. Meni ham selitra deyshadi, meni ham selitra deyshadi. Hammamizni selitra deb atashadi. Ammo bu oddiy tuzning tarixi oddiy emas. Uning ortida urush, pul, ochlik, ilm-fan va inson hayoti haqidagi butun bir tarix yashiringan. Selitraning inson tarixi bilan bog'liq sayohati Xitoydan boshlangan. Xitoyda selitra qadim zamonlardan ma'lum edi. Uni tuproqdan, tog' devorlardan olishardi. Tibbiyotda va teri ishlashda qo'llashardi. 9-asrda xitoylik alximiklar abadiy hayot va abadiy yoshlik baxsh etadigan afsonaviy moddani, hayot eliksirini qidirishardi. Buning uchun turli moddalarni aralashtirib ko'rishardi. Alximik selitra, oltin gurgut va tozalangan ko'mirni aralashtirib ko'rdi. Alximik kutgan eliksir o'rniga insoniyat tarixini o'zgartirgan kashfiyot, qora porox dunyoga keldi. Oradan bir necha asr o'tib, porox tayyorlash texnologiyasi dunyo bo'ylab tarqala boshladi. Porox dunyoga tarqalgach, urush san'ati butunlay o'zgardi. Qilich davri tugay boshladi. Porox kemasozlikni ham o'zgartirdi. Endi kemalar nafaqat yengil va tez, to'p zarbasiga ham chidamli bo'lishi kerak edi. Endi qal'alarning qalin devorlari avvalgidek himoya qila olmay qoldi. Birin-ketin qal'alar quladi, qirolliklar yo'qoldi, imperiyalar kengaydi. Asrlar davomida jang maydonida hukmronlik qilgan ritsarlar o'z ustunligini yo'qota boshladi. Tarixchilar buni insoniyat tarixidagi eng buyuk harbiy inqiloblardan biri deb hisoblaydilar. Bu inqilobning yuragi esa selitra edi. 1453-yil Konstantinopol, hozirgi Istanbul. Bir necha asrlar davomida Konstantinopol Yevropaning eng kuchli qal'alaridan biri edi. Ammo bu safar uning qarshisida yangi qurol paydo bo'ldi. Ulkan bazilika to'pi. Uning og'ir tosh yadrolari Konstantinopol devorlariga urilib, asrlar davomida turib kelgan mudofaa inshootlarini vayron qila boshladi. Bazilika to'pi ulkan tosh yadrolarining ketma-ket zarbasiga mustahkam devorlar bardosh bera olmadi. Asrlar davomida yengilmas hisoblangan devorlar qulay boshladi. Bu devorlardan Sosoniylar oshib o'tolmagandi. Arablar uni egallashni orzu qilib, bir necha bor qamal qilgandi. Usmoniy sultonlar Mehmetning otasi ham, bobosi ham bir necha yil qamal qilib ham Konstantinopol devorlari oldida ojiz qolgandi. Ammo 1453-yilda 21 yoshli Usmoniy sulton Mehmet Konstantinopolni bor yo'g'i 53 kunda fath etdi. Shundan keyin tarix uni bitta nom bilan eslay boshladi. Mehmet Fotih. Bu faqat bir shaharning qulashi emas edi. Bu butun bir dunyoga yangi bir davr boshlanganini e'lon qildi. Poroxli davr boshlangan edi. Ammo ulkan to'pning kuchi qayerdan kelgan edi? Poroxdan. Poroxning asosiy tarkibiy qismi esa selitra edi. Shu davrda Usmoniylar hududida porox uchun selitrani olish va tayyorlash usullari yaxshi rivojlangan edi.
Odamlar organik chiqindilar, go'ng, kul va silitrali tuproqlardan nitratlarni yig'ib, ularni qayta ishlash orqali silitra olishardi. Chunki silitrasiz porox bo'lmas edi. Oradan 73 yil o'tdi. 1526-yil Hindiston, Panipat. Bir tomonda Zahriddin Muhammad Bobur uning qo'shini taxminan 12 ming kishi edi. Qarshisida esa Ibrohim Lodiyning ulkan qo'shini turardi. Bobur o'z xotiralarida dushman qo'shinini qariyb 100 ming kishi va 1000 ta jang fillari deb baholaydi. Son jihatdan ustunlik mutlaqo Lodiy tomonda edi. Ammo Boburda boshqa bir ustunlik bor edi. Poroxli to'plar. Bobur to'plarni aravalar ortiga joylashtirdi va ularni bir-biriga bog'lab, himoyalangan o'q otish chizig'ini hosil qildi. Lodiy armiyasi esa an'anaviy kuchga tayanardi. Ko'p sonli askarlar, otliq va jang fillari. Jang boshlandi. Lodiy qo'shinini oldinga siljitdi va bir zumda Boburning to'plari gumburladi. Porox tutuni maydonni qopladi. To'plarning ovozi va otishma shovqini fillarni vahimaga soldi. Fillar orqaga burildi. O'z qo'shinlarini bosib o'ta boshladi. Tartib buzildi. Armiya parchalandi. Son jihatdan kichik armiya ulkan qo'shinni mag'lub etdi. Bobur Hindistonda yangi sulolaga asos soldi. Ammo Panipat jang maydonida yana bir haqiqat namoyon bo'ldi. Urush qoidalari o'zgarayotgan edi. Endi g'alabani faqat qilich, faqat nayza yoki jang fillari hal qilmasdi. Kelajak urushlarini Porox belgilay boshlagan edi. Ammo bu hikoya Panipatda tugamaydi. Bu silitra haqidagi hikoyamizning boshlanishi edi. Keyingi qismda Yevropaning silitra topish yo'lidagi mashaqqatli izlanishlari, Jorj Vashington o'z armiyasini qanday saqlab qolgani va Atakamadan topilgan cho'l oltin sirlari haqida hikoya qilamiz. O'tkazib yubormang.